Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan array metodlari bo'yicha 6-darsimiz va bugun ko'radigan metodimiz bu splice metodi bo'ladi. Splice metodi array ichidagi elementni olib tashlash, qo'shish yoki almashtirish uchun ishlatiladi. Asl arrayni o'zgartiradi. Asosiy sintaksini ko'rib chiqamiz. Array chaqiriladi, istalgan array va splice metodiga murojaat qilinib, start, delete count, item 1, item 2 qiymatlari beriladi. Ya'ni start bu bizga qayerdan boshlash, ya'ni biron bir elementni o'chirmoqchi bo'lsak, qaysi indeksdan boshlashni berishimiz kerak bo'ladi. Delete count nechta elementni o'chirib tashlashni ham son ko'rinishda beramiz va item 1, item 2 ixtiyoriy qo'shadigan elementlar. Ya'ni biz o'chirilgan elementlarga biron narsa qo'shishimiz yoki umuman hech narsani o'chirmasdan biz bergan element indeks bo'yicha ma'lumot qo'shishimiz mumkin. Natija o'chirilgan elementni qaytaradi. Nechta element o'chirgan bo'lsak, o'shalarni array sifatida qaytaradi. Faqat o'chirishni ko'rib chiqamiz birinchi misolga. Kopirovat qilib olaman. Bu yerga tashlaymiz. Bu yerda fruits array bor. Olma, banan, uzum degan ma'lumotni saqlaydi va constant remove degan o'zgaruvchi e'lon qilinyapti va fruits arrayga murojaat qilinib splice metodi chaqirilyapti. 1 va 1. Ya'ni biz ikkita qiymat berdik, 4 ta emas, mana bu yerda 4 ta qiymat edi. O'chirish uchun ikkita qiymat yetadi. Bu 1 biza o'chiradigan elementimizning indeksi. Olma 0-indeks, banan 1-indeks. Ya'ni banan o'chiriladi. Bu ikkinchi bir esa nechta elementni o'chirib tashlashimiz. Ya'ni shu indeksdan boshlab 1 qo'yganimiz uchun bitta element o'chadi. Agar 2 ni qo'ysak, shu indeksdan boshlab yonidagi ikkinchi indeksni ham o'chirib tashlaydi. Konsolga fruits array chiqarilyapti, ya'ni o'chirib tashlangandan keyingi holat olma va uzum chiqishi kerak, ya'ni banan o'chirib tashlanadi. Va remove o'zgaruvchisi chaqirilyapti. Remove bizda splice'ni saqlab o'tiribdi. Splice qaytargan narsa remove ga saqlanadi. Remove ga o'chirilgan elementlar turadi. O'chirilgan elementlarning array turadi. Terminalni ochib olaman. Node arrays.js deb ishga tushirib olaman. Mana birinchisi olma va uzum, ya'ni fruits arraydan chiqyapti. Buni yaxshiroq bilinishi uchun bu x array deb qo'ysam, remove array deb qo'ysam yaxshiroq bilinishi kerak. Va ishga tushiramiz. Fruits array olma va uzum qaytyapti. Bu yerdan program tashlab qo'yaylik. Buni array sifatida qaytarmaydi endi. Olma va uzum, ya'ni biz string sifatida yozganimiz uchun yoki virgul qo'ysak o'zini asl ko'rinishini saqlashi mumkin. Ya'ni plus qo'yganimiz uchun ana ikkita narsani ham stringga qo'shib yubordi mana. Virgul qo'ysak ikkalasini ham array sifatida saqlab qoladi. Fruits array olma va uzum. Ya'ni bu banan o'chirib tashlandi, olma va uzum qoldi va bananni o'zi qoldi remove arrayga, ya'ni o'chirib tashlangan elementni qaytardi. Agar mana bu 1 ni 2 qiladigan bo'lsak, ishga tushiraman. Fruits arrayga bitta olma qoldi. Chunki birinchi indeksdan boshlab ikkita element o'chirdi. 0-indeks olmaydi, birinchi indeks banan va ikkinchi indeks uzum. Bu o'chiriladigan elementlar soni, bu indeks emas, o'chiriladigan elementlar soni 2. Ikkita element o'chib ketdi. Va remove arrayga ikkita ma'lumot qaytdi, chunki splice metodi bizga ikkita elementni o'chirib tashladi. Keyingi kodga o'tamiz. O'chirish va qo'shish. Ya'ni biz faqat o'chirib tashladik hozir. Endi qo'shishni ham ko'ramiz. Bizda nums degan array bor. 1, 2, 3 va 4 ni saqlaydi va konstantda changeit degan o'zgaruvchi ochdik va nums arrayga murojaat qilinib splice metodi chaqirilyapti. Bu 1 indeks, ya'ni birinchi indeksdan boshlaydi. 0 va 1 mana bu 2 dan boshlanadi. Bu 2 ikkita elementni o'zgartiramiz demoqchi. Ya'ni ikkita elementni yo olib tashlaymiz, yo qo'shamiz yoki o'zgartiramiz. Ikkita element. Ya'ni shu yerdan boshlab birinchi indeks bu bo'lsa, bundan keyingi element 2 va 3 ikkita element tanlandi va 20 va 30 shularni o'rniga qo'shiladigan narsa. 2 va 3 olib tashlanadi va 2 va 3 ning o'rniga 20 va 30 qo'shiladi. Konsolga nums chiqarilyapti, ya'ni asosiy arrayimiz va change chiqarilyapti. Bu splice qaytargan array bo'ladi. Buni ishga tushirib ko'ramiz mana. 1, 20, 30, 4. Ya'ni 2 va 3 olib tashlanib, o'rniga 20 va 30 qo'shildi. Va change esa 2 va 3 ni saqladi, chunki shu ikkita element arraydan olib tashlandi. Splice shuni qaytaryapti. Va keyingi kodga o'tamiz. Faqat qo'shishni ko'ramiz, hech narsani o'chirmaymiz. Letters degan array mavjud. A, B, E harflarini saqlayapti va letters splice metodi chaqirilyapti. Letters arrayga murojaat qilinadi. Buni hech qanaqa o'zgaruvchi tenglash ham shart emas. Default holatga ishlatishga, prosta splice nimani qaytarganini ko'rsatish uchun bu yuqoridagi kodlarga o'zgaruvchiga yuklandi. Letters arrayga murojaat qilinib splice metodi chaqirilyapti va 2 ikkinchi indeksdan boshlaydi. 0, 1, 2 mana bu i dan boshlaydi. Splice va bu 0 hech narsani o'chirma demoqchi. Agar biz 1 2 ni qo'yadigan bo'lsak, mana bu i ni o'chirib tashlaydi.
0 qo'yilgani hech narsani o'chirmasligini bildiradi va C va D shu yerdan boshlab qo'shiladigan elementlar. Konsol orqali letters chiqarilyapti. Ishga tushirib ko'ramiz. A, B, C, D, E. Ya'ni mana bu yerda 0 berilgani uchun i ga hech narsa bo'lmadi va i dan oldin qo'shilib ketaverdi. Ikkinchi indeksga qo'shdi. Ya'ni biz qo'shgan mana bu C ikkinchi indeks bo'lishi kerak bo'ldi. Ikkinchi indeksga tushdi. Buni kommentariya qilaman va oxiridan o'chirishimizni ko'ramiz. Oxiridan elementni o'chirishni. Bu yerga konstanta data degan o'zgaruvchi bor, array bor va 1, 2, 3, 4 qiymatlarini saqlayapti. Data arrayga murojaat qilinib, splice metodi chaqirilyapti va -2 deb berilyapti. -2. Mana bu -1, mana bu esa -2 bo'ladi. Va bitta elementni o'chirib tashladi demoqchi. -1 1 bo'lsa, -2-si mana bu 3 raqami bo'ladi. Va konsolga data chiqarilyapti. Buni ishga tushiramiz. 1, 2, 4 ni o'zi qoldi. Va yana bir narsa, minusdan qiymat berganimizda bu o'ngga qarab siljiydi, chapga emas. Misol uchun mana bu yerda 2 ni qo'yadigan bo'lsak, ikkita elementni o'chir deydigan bo'lsak, bu 3 dan keyin 2 ni emas, balki 4 ni o'chiradi. Minusdan yurgan taqdirda ham. Buni ishga tushiramiz. Mana 1 va 2 qoldi, 3 va 4 o'chib ketdi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.